Assalomu alaykum. Bugun sizlarga ish yurishi haqida gapirib bermoqchiman. Odatda juda ham ko'pchilik insonlar o'zini, savdosini, ishlarini doim tashqi omillarga qarab baho beradi. Ya'ni, agarda meni mahsulotim yaxshi bo'lsa, sifatli bo'lsa yoki men o'sha savdo qilayotgan do'konim markazda joylashgan bo'lsa, yaxshi joyda joylashgan bo'lsa, mana shunda meni savdoyim yaxshi yurishadi deb taxmin qilishadi. Lekin bilasizmi, har doim ham bunday taxminlar to'g'ri chiqavermaydi. Sababi bizani ishlashimiz, pul topishimiz faqatgina tashqi omillarga bog'liq emas. Buning uchun o'zingizda bir tahlil qilish uchun ba'zi bir holatlarni ko'z oldingizga keltirishingiz mumkin. Ya'ni ikkita bir xil deylik do'kon bo'lishi mumkin va u ikkita do'konda deyarli bir xil mahsulotlar sotilsa ham birida yaxshi savdo bo'lishi mumkin, ikkinchisida esa umuman yaxshi savdo bo'lmasligi mumkin. Xo'sh, mana bu yerda agarda faqat o'sha savdo qilish tashqi omillarga bog'liq bo'lganida edi, albattaki har ikkita do'konning ham deylik o'sha savdosi bir xil yurishgan bo'lishi kerak edi. Xo'sh, demak, savdo yurishi yoki yurishmasligi nimaga bog'liq? Bilasizmi? Savdoyingizni yurishi yoki yurishmasligi bu odatda sizni ichki holatingizga bog'liq. Ya'ni sizning ichki holatingiz qanday holatda bo'lsa, ishoning mana shunda sizni savdoyingiz yaxshi yurib ketishi mumkin yoki umuman yurishmasligi mumkin. Ba'zida shunday holatlar bo'ladiki, ko'pchilik insonlar aytishadiki, meni hayotimda muammo ustiga muammo kirib kelyapti. Xo'sh, nima uchun shunday bo'ladi? Ya'ni siz qachon yaxshi emas holatda bo'lganingizda hayotingizga faqat yaxshi emas holatlarni tortib olasiz. Ya'ni bir muammoyingiz ikkita, uchta bo'lib ketishi mumkin. Demak, bu yerda hayotingizga bir muammoni qaytib kelishi bu sizni holatingizga bog'liq va xuddi shunga o'xshab savdolaringizni yurishib ketishi ham bu birinchi navbatda ichki holatingizga bog'liq. Birinchi navbatda agarda siz ichki holatingizni to'g'rilab olsangiz, mana shunda ishoning, siz har qanday savdoda ish yuritishingizdan qat'iy nazar savdolaringiz yurishib ketadi. Qachonki siz ichki holatingiz bilan ishlasangiz, ichki holatingizni to'g'rilab olsangiz, mana shunday holatda demak juda ham ko'p daromad qilish mumkin. Yaxshi o'sha tovarlaringizni, mahsulotlaringizni sotishingiz mumkin bo'ladi. Demak, shuning uchun ham har doim doimo shu tashqi omillarga e'tibor bermasdan ko'proq ichki holatingiz bilan ham ishlashga harakat qiling. Mana shunda siz o'zingiz guvohi bo'lasiz savdoyingiz naqadar tez yurishib ketishligini.